Zikr 9X Zver paketi Obsidian 3 ta elektromotorga ega. Qaqrash shu agregatlarni moyni almashtiramiz. Oldi transmissiyasini tekshiramiz. Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, bundan oldin videoda qilganimda moyni sal to'ksangiz, moy qo'yib qo'ysa, shuni moyni almashtirish kerak dedim. Bunda ham shunaqamikan yoki yo'qmikan? Shuni bilamiz va eslicho almashtirib o'ramiz. Ko'rib turibsizlar, korobkaga o'xshaydi, DHT moy ketadi. Moy Local G21. Mana moyni to'kamiz, qaqras moy urgan ekan. Effekt ko'ryapsizmi? Ko'zingiz oldida moy qorayib ketyapti. Коррозийное воздействие на металл и на медную пластину показатели sal past bo'lib chiqqan edi. O'shaning uchun shu moyni обязательно almashtirib tashlash kerak. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, bundan oldin video qilganimda moy sap-sariq bo'lib qolgan edi. Bunisi sirazi qorayib ketdi. Mana sizga primer. Inovatga olib qo'ysizlar, shuning uchun bizga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Shu xizmatlarimiz bor. Tekshirib, moylarni almashtirib beramiz. Salomat bo'ling.